Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklarni va o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarni la'natlagan. Yurish-turishida, qilayotgan qilig'ida, kiyimida, prichoskasida, soch tarashida. Ularni uylaringizdan chiqarib yuboringlar degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zini ayollarga o'xshatgan erkaklar. Endi o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarchi? Erkaklarni kiyimini kiyib yurgan, shim kiygan, badanlarini tortib, qomatini chiqarib turadigan, hamma avratlarini hajmi bilan shaklini aniq ko'rsatib turadigan libosni kiygan ayol mal'una, la'natlangan emasmi? Nimaga shariatimizda uzun kiy, keng kiy deyiladi? Toki boyaga aytayotgandek mahosinlari, ziynati bo'lgan ayolni a'zolari bilinmay turishlik kerak. Lekin ta'assub hozirga kelib turib, ayni ko'z-ko'z qilishlik urfga kirib qolgan. O'zini ayollarga o'xshatgan erkakni Rasululloh la'natlagandek, o'zini erkakka o'xshatgan ayolni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlaganlar.